Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizi devamlaştırıyoruz. Dercinin taşqarı buran çapqo yetip keldi mi? Bayvetçiler birdek intayın zor krizisini aşkarladı. Mavzulu haber 9. ayının 13. günü Menvi Tor betide ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Növbeti yüzü Bayvetçi hesaplandıgan İntizam Tekşiriş Komitetinin sekreteri Wang Qishan adet qoidalarni buzib, chegara sirtidagi siyosiy arboblar bilan qonunli hokimiyat masalasi bo'yicha suhbat elib bordi. Hamda Wang Qishan bu masala hozir krizisga yuzlandi deb ko'rsatdi. Balki Kompartiyaning Armiya gazeti yana bir Bayvatchi Liu Yajuning yaqinda yozgan kitobini tanishtirib, Jungo Kompartiyasi duch kelgan hokimiyatni og'dirib tashlaydigan 3 cho'ng krizisni baş qildi. Bundan burun aloqador matbuotlar islohotga qarshi turadigan kuchlar to'g'risida obzor yozib, murakkab, xatarlik, shiddatli deb ko'rsatib, tashqari dunyodagi bu ishni Jonanxayga darjidan tashqari siyosiy biron chapqon har vaqt yetib kelishi mumkin deb tushuntirishdi. Liyajo cho'ng harbiy ishlar krizi siyosiy hokimiyatning og'dirilishini keltirib chiqarishi mumkin deb ko'rsatdi. 8. ayının oxirida Jungo Kompartiyasining general mayori Liyajo ruhiyat mavzuli kitobini e'lon qilib, bu kitob Armiya gazetida qisman holda tanishtirildi. Ma'lum mazmunlar tanishtirildi. Buning ichida Jungo Kompartiyasi og'dirib tashlaydigan 3 cho'ng harbiy ishlar krizisi tilga olingan. Maqolada mundaq ko'rsatilgan: Tayvan bo'g'ozi urush, Sharqi dengizda to'qinish, o'xshashli Jungo-Yapon urushini keltirib chiqardi. Bundan boshqa Xinjiangda to'polon yuz berdi. Xinjiangda to'polondan urush portlashining mumkinligi texmi zo'r. Balki bu harbiy ishlarga munosabatli krizisning kaynida hammasida Amerikaning ko'langisi bor. Liyajo kitobida mundaq ko'rsatdi: Jungo taraf yana boshqa bir tajovuzchi urush bilan mag'lub bo'ldigan bo'lsa, Jungo taraf yana boshqa bir javu urushi bilan mag'lub bo'ldigan bo'lsa, Jungoda hokimiyat og'dirilib qolmasdan, balki Xinjiang, Tibet, hatto ishki Mongoliya mustaqil bo'lib, ayrilib chiqib ketadi. Diqqat vatandoshim, Liyajo kitobida mundaq ko'rsatdi: Jungo taraf yana boshqa bir javu urushi bilan mag'lub bo'ladigan bo'lsa, Jungoda hokimiyat og'dirilib qolmasdan, balki Xinjiang, Tibet, hatto ishki Mongoliya mustaqil bo'lib, ayrilib chiqib ketadi. Bayvatchi Liyajo Kompartiya krizisi to'g'risida birinchi qatim to'xtalayotgani yo'q. O'tgan yil 7. ayning 21 kun Kompartiyaning Zuvani Xinhua to'g'rida suhbat bayon qilganda Liyajo Jungo Kompartiyasining hozirgi ahvolini Manchun hukumatining oxirgi davriga solishtirib, siyosiy tuzum javu urushida mag'lub bo'lish yoki g'alaba qilishni belgilaydi. Javu urushida mag'lub bo'lish bu davlatning mag'lub bo'lishidir. Manchun davrida guruhvozlarning kurishi Jungoning vaziyatini belgilagan. Hokimiyat ichidagi yangilik tarafdorlari va konservativlar shu vaqtdagi hokimiyatning realligini belgilagan deydi Liyajo.